1171-yili Tömürchin onasi bilan xo'shlashdi. Otasi uni elib yiroqdagi Qo'ng'irot qabilasiga qo'dilish uchun mangdi. Bo'ldi, Tömürchin, yig'lama. Mush ketguncha bir yil turib qolasan. Men yaningda bo'lamayman. Halingdan obdan xabar al, o'qdim. Kel. Ay. Tömürchin, yigitdek bo'l, ha? Mana, yura. Baq. Yesugay. Tatarlar avludan o'tadilar. Bir necha odamni ortiq elvasli bo'ladi. Ay, qudlash qilib borgan tursa, unchula odamlarni elib nima qilaman? Xotirjam bo'ling. Ko'k Tangrim omon eson saqlaydi. Shundaqdan baxas bo'lsizlar. Ansirmam. Hocam. Ha? Tatarlar avlidan oxiri o'tib ketdik. Dada, ko'lning u tarafi Qo'ng'irot qabilasimi? Ha, ko'ldan o'tsak tog'ning u tarafi Qo'ng'irot qabilasi. To'xta. Kechib qoldi. Oldimizga o'rmonda tunayli, ha? Ha. Ha, kela. Hay, to'xta. Ha? Avval Gulxan yoqib Men Tömürchin bilan aylanib kelay, ha? Hocam, Gulxan yoqmayli. So'g'uq suv bilan go'sht vasaqli bo'ldi. Qo'ng'irotlarning avliga kelib qoldik-ku. Nimadan qo'rqsan? Ma'qul. Dada, bu yer bek chiroyli ekan. Agar Qo'ng'irotlarning qiziga choy ishkizib qo'ysak, bu yerda 1 yil turasan. 1 yil? Ha? Yesugay, Qo'ng'irot qabilasiga qo'dilash qilib ketgan bo'lsa, tatarlarning ovuldan o'tmay qolmaydi. Sen nima uchun tatarlarga uni o'ltirgizib etmaysan? Tatarlarga o'ltirgizib etamdi-man? Tatarlar Mo'ng'ullarga o'shtirsa, bo'yningdagi qapaqma? Mama, tushundim. Ishqinglar Tatar ovuliga darhol odam avatinglar. Xo'p. Dada. Ha? Anglashimcha jurjitlar shosh atga o'xshaydi ekan, shundaqmi? Nima desam bo'la?
Jurjitlar burun ovchilik bilan tirikchilik qilgan. Keyin qitallarning zulmiga uchragan. Ular hammasi ot minishga, o'qya etishga, jang qilishga mahir. Kishilarning deyishicha, bir tuman Jurjit bir bo'lib olsa, ularga hech kim tenglanmaydi ekan. Keyin ulardan Og'uda degan bir botir chiqqan ekan. U Jurjitlarni boshlab isyon ko'taribdi. Uzun o'tmay Sun xonligining Belyan shahrini egallab, ikki xonini asirga oldi. Hozir Oltin xonligi kuchayib ketdi. Ular Changjon daryosidan bosib o'tmoqchi, ya'ni butkul yayloqqa hukmronlik qilmoqchi bo'lyapti. Hanzula, nimishqa qo'ydak yuvash, ha? Yo'q. Yangi jamoatining palvonlari, yana Yefey, Han Shujunlarmi shashatga o'xshaydigan odamlar. Amsa ular nimishqa Jurjitlarni yengolmaydi? Ularning xoni nadon. Ularning xoni yaxshi yomonni farq etolmagachga, yomonlarning xo'riga yo'g'inab, yaxshilarga kun bermaydi-da. Yefey oti bola ikkisinimi chinqo'y o'ltirayotgan emasmi? Hocam, yo'ldan ezib qolmagandimiz? O yerda bir qiz turdi. Shuni o'zim so'rab boqayli. Ma'qul. Qizchaq. Qo'ng'irat qabilasiga qandoq ma'noda? Qo'ng'irat qabilasi mana mushu. Kim bo'lisizlar? Biz Mo'ng'ul Qiyon qabilasidan. Siz-chi? Ismim Birda, Qo'ng'irat qabilasidan. Ismingiz nima? Temirchin. Qizchaq, uyingiz nerede? U yerda. Birda. Kim bilan paranglashayotsa? U mening dadam bo'ladi. Deysecan? Oy, silimidilar. Deysecan qudam. Ya sugay qudam. Voy voy, qayshamal silidek az mehmonni bu yerga uchirib keldi. Bu kız Şamil o çöplerinin urug'ini qiyqib, chiroy qullarning terisini qarzitib ditgan emasmi? Birda, o oltin urug'liklarning botiri, o'lim kichik opangning uydagilar bo'ladi. Salom bermaysan-ku. Salom kichik dada. Ay, bo'ldi. Voy, bu o'g'illarimi? Temirchin, tag'anga salom bermamsa? Salom tog'a. O'lim bilan ishkalarning izni bosqidak, texi yayloq botir ekan. Yursizlar, uyga boraylik. Ma'qul. Ko'rdingmi xotin? Nemin deydilar? Ya sugay, Temirchin uchun qizimizga choy ishkizgili ketdi. Shundaqmi? Ha. Tishlari o'ng'i tatibdi-da. Qandoq tush? Oqshom tushimda bir shunqor kun bilan oyni yulib elib, olqinimga kelib qo'nigidek. Shundoqmi? Shunqor yaylig'imiz osmonda uchib yuradigan botir qo'sh. Kun bilan oy bo'lsa, orzulab kelgan qog'onimiz bilan xotinimiz. Mana bugun tushimga ayhan bo'lib, bir shunqor olqinimga kelib qo'ndi. Qizlari Birda bu yil necha yoshga kirdi? 10 yoshga. Birda. Chediringlardagi to'ttiq narsa nima u? Nima? Yilqi, uzunchoq, ustiga qo'y terisi deb qo'ygan narsa-chi. Ha, u degan kat, yotadigan narsa. Sizlar nimishqa uni ustida yotsizlar? Yerdan ustun yotsa, sovuqmi, nima o'tmaydi? Ha, katta. Amsa, kattiki yilqi, siliq, gullik narsa-chi. Ha, tovar yotgan, o'tir tizlanlikdagilar shuni yapadigan. Teridan ham yengil, ham yumshoq, bek rohat. Katning yendiki, havorang toshiq narsa-chi. Ha, kitob u. Xitoycha, Jurjitcha, hansuch kitoblar. Siz xat tanimsiz? Xitoychani oz-to'la taniyman. Hay, sizga xat yetib qo'yaymi-ya? Yo'q. Nimishqa?
Moğol əcdadlarının qısasını elişdi qilishqi tayanğılıq. Kitabla nemi kerki? Kitap adamga aql yigitidu. Adamның aqlını kitapqa pütüp qoyğanma. Qaranglar bu ikki balaga. Konu dostlardek chiqishib ketdi. Tangri nesip qipti. Desecan qudam. Alqallardagi go'harlari bo'rtani kelin qilib olsam deyman. Qandaq? Yelindirib bergan qizning yuz obro'li bo'lishimi, yelindirmay bergan qizning izzat hurmati bo'lmasligimi naqta yen. Qiz bola degan-ku kishining odimi. Bo'pti. Qudlasa qudilchayli. Qizimni o'g'illariga beray. Sharab keltir. Mana. Hey. Choyga sut qo'yib tutsam setimaydi ekan. Xanzula shunaq chamdi ekan. Tetimay-vatamda. Davamlı işpesle xumar bo'lib qoldilar. Undaqda bu bo'lmaydigan narsa ekan. Choy ichadigan xanzula, qimiz ichadigan jurjitlarga tenkilanmaydi. Yaylaqdikilar bundaq narsani ichsa ojizlab ketadi. Jurjitlarning bo'zaq qilishidan mangu qutulanmaydi. Yasugay qudam. Xanzula ishlagan sharobni ichib baxsizlar. Ha, bo'ladi. Qo'ysizlar. Ay. Qandoq sharob bu, ha? Bu yeringlar bek yaxshi ekan. Hay. Bo'rta, ulug' oltin xonligi sizlarning bu yerdan ham cho'ng, ham boymikan? Albatta, ular egiz sepil ichida yashaydi. Boyliqlari haddi hisobsiz ko'p. Egiz sepil ichida yashasa, o'xyani qandoq otadi, molcharlarni qandoq boqidi? Shunimi bilmamsiz? O'tir tuzlanlikdikilar tarixchilik, hunarvanlik qila oladi, yana rahlarni to'qiy oladi. Hargizmi molcharu beqib yurmaydi. Teriklardan boshqalari ot minib, o'xya etibmi yurmaydi. Ay, ot minish, o'xya etishni muhmisa, undaqda chaqliq qilmayotgan-ku. Rost deysiz. Bular ishtingizni tez haydab bitta. Ishlamaydi, qo'rqmang. Yaxshi, yiroqroq haydab olsangiz bo'pti-ku. Ishdimi qo'rqamsiz, to'g'ri yurak. Men bo'ri yo'lvasadan qo'rqmayman, lekin ishdan sal qo'rqaman. Kichkimda meni ishtishlog'i. Xo'jam. Yasugay xo'jam ketmoqchi, tez bo'ling. Qaytib berib, xo'jangiz Targ'utayga deb qo'ying. Biz tatarlar yetkizgan xabar uchun uningga tashakkur etmaymiz. Kelgusida jang maydonida ko'rishaylik. Xo'p. Мәгүjin Segültü. Qanday qilamiz? Ay, tog'a, Yasugayni yengalamsiz. Elish baqqan. İlişmayla meni atdan tushirib etgan. Men uni cho'qib o'ltirib etaman. Kelgusida uning ismini o'g'limga qo'yman. Yaraysan. Ya keçeren. Adamlarimizni yig'ib, Yasugayni oldi chiqayli. Ma'qul. Oldirmanglar. Mening bir yaxshi amalim bor. Birimiz ziyon zahmat kuchirmay turib, uni yo'q tuytalaymiz. Ha? Qanday amal? Meningcha, Yasugayni qaytish yo'lida. Temirchinning bu yerda qog'indan xotirjam bo'lsalar, uni bo'rtadinmi, obdan kutimi. Ay, uni bak ak qilvatmisizlar. Boshqurganda boshqurib, savash to'g'ri kelsa, savob Boshqurman, qo'yaversin. Ammo savaşqa qo'lim bormaydi. Qanday qo'li bas. Himmatlarga rahmat. Uzatmisizlar. Temirchin, qiynatangdan ko'proq hunar o'rgan, ha? Men oldim. Xo'sh. Xo'shamsa? Xudo xo'sh. Yo'l bo'lsin. Yo'l bo'lsin.
Hocam. Tatarlarning avluga yaqinlashib qoldik. Keldi. Neçelenken? İşkelen. Yaxşı. Tez bulunla. Oturunla. Tağa, bugün Yesugeni öldürelemizmi? Ensirme canım buqa. Yaylaq adetide dasturxon yenidan o'tgan otliqlar cho'qim otdan tushib, dasturxonga kelib, sohibxon bilan tang g'izolanadi. Sohibxonmo g'izo taomlar bilan kutadi. Bu ham mehmonlarga bo'lgan hurmatni, ham sohibxonning qizg'inligini bildiradi. Lekin bizning Mo'ng'ullar bilan necha avlod o'sha davetimiz bor tursa. Yasugay sendek o'ylagan bo'lsa, 10 yil ilgari Chiladuning xotinini bulaganda kallam ilinib ketgan bo'ladi. Hocam, ormanda ziyafet ötküz etipti. O? Egip öteyli. Biz to'g'risi bo'lmasak, sohibxonga salom berib o'tayli. Tatarlar bo'lib qasıcı. Hey, hocam, pekas bosla. Yiroqdan kelgan mehmonlar. Chakchar tog' bag'ridagi seriq dalada yashaydigan tatarlar to'liq mehmondosh keladi. Agar yo'lovchilar kelib qolsa, xushbo'y qimizdirimiz ichib, safar hodiqini chiqaradi. Uzun safarda ustab ketsa, uchayotgan g'azmi to'xtaydi. Bumi sohibxonning ko'ngli, biroq safar ustida bo'lg'ashqa azroq ichayli. Bo'ladi, marhamat. Marhamat. Cho'ngroq qasa olib kelinglar. Men olib kelay. O'tirsizlar. Mehmon, o'zlari nereden kelishdilar? Qo'ng'irot qabilasidan. Qo'ng'irotdan deysizlar. Bu yergacha orliq xili bojimi? Qani. Qani asla. Sayxın, sarxat yugan, altın xondun, durgacu, Ahmet xondut, tanartan, algan derem beriya, on şimte sarxatın, unçin hugin, nalmoste, uşa durun, harsalın, urçi jurhın dilinte. Ya Sugay, bu balını tanıdın mı? O Tömürcün Öge'nin yetim oğlu Calın Buka. Sen onun dadısını öldürüp etken. O sana zehirli kımız içkizip seni o dünyaya uzutup koymakçı. Hem de kısas ilindi. Gücün segültü. Cengahtaki işini cengahda hal qilishim kerak edi. Her qancha qisasliq düşmanmi, dasturxonda o'tirganlarni qaslimaydi o. Nima uchun pastkash qilib? Meni yoshurun qaslaysan. Agar yoshurun qaslagan bo'lsak, oldingi tuman odam evat deb qiymichimi qilib o'tatdik. Biroq hozir seni Batur deb bilganimiz uchun jasadingni butun qoldiraylik dedik. Sizlar Sen itning kuchiga bo'ying harvi chaqidek bo'g'ini bilan choyandimi zaharlikkansan. Kunlarni birda avlodlarim qisosimni olganda qo'liga tushgan ulug' ushshaq tatarlarning birinimi omon qo'ymaydi. Ya Sugay, bu gaplaringni bulab kelgan xotiningga tegin. Yo'lda hayolli bo'lmasang, to'g'ri kuchini ko'rsatkicha bo'g'zi tul xotin o'lin bilan yana ko'rishalaysan. Yuringlar. Hocam,
Xo'jam, bo'ldi ketaylik. Xo'jam! 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 Aka tez bol, bir iş bol akşaydı. Yasugay. Manglik qani. Manglik. Mana men, oqsoqol. Manglik. Temirchinni elib, qudlishga berib, qaytashimda tatarlar qaslab etdi. Yashamaydigan o'xshayman. Sen Qo'ng'irot qabilasiga berib, Temirchinni ep kel. Hozirli boray. Qaski puchirganimni ularga etma. Mama, Yasugay tatarlarning zəhərli qimizini içib, hazır sakrat qapdı. Əmdi mən Tarğutay, Monğollarning oqsoqoli bo'ladigan bo'ldim. Kavab bo'lgan qo'za nega qochalaydi? Esingda bo'lsin, uning aksi, inisi, yana oti bola mangliklar bor. Temirchinchi o'lmabdimi? Temirchin Qo'ng'irot qabilasi ekan. Taysachaning uyida qapdi. Umi bir afat. Unimi yo'qitib kerak. Acaba o'lin bolasini bizga topshirib berib xotirjam bo'lamaptimi? Yo'qsa, undaq o'ylamasizlar. O'lin Temirchinni bir ko'rib eliblar. Yana akab qo'ymoqchi. Ko'dilar. Temirchin bu yerda o'z uyidek o'ynab yurmamdi. Qaytib berib o'linga deb qo'ysizlar. Esida bo'lsin. Besh bog'langan yigit qizning uyida ishga yo'g'il bo'lib turdi. Bu yayloqda almisaqdan odam bo'lib kelayotgan odat. Meningcha, o'lin qudam buni albatta bilish kerak-ku. Xonim, iltifot qilib qoidasizlik qilganligimizni afu qilg'aylar. Temirchinni onun vodisiga ep ketay. Qachon ep ketmoqchi bo'lyaptilar? Hozirlar. Bir kech tunab, otlarni harduq oldirmamdilar. Bo'ldi, etimdan xeli mag'dur bor. Qudam balsini shuncha sig'inib ketgan bo'lsa, bo'pti, berib kelsin. Hashqallah, deysajan qudam. Bo'rda, nim bo'ldingiz? Yana qaytib kelamsiz? Nimlar deydigansiz? Siz mening loyig'im tursangiz, qoida bo'yicha sizni elib onun vodisi qaytquchi yiningizda turman emasmi? Nima ish kelmaydi ekanman? Sizdek bir shash atqa nuqta silib oldim. Qaytib kelgandan keyin yenimdan bir qadammi neri ketkizmayman. So'qlab turing. Keyin esingiz saqlab.
İkisi içəkişib qilib idi. Tömürçini mangızmıslı bo'latdi. Bu qanda qaydı bo'ldi. Meningcha, Yasugayning uyda cho'qim bir ish bo'ldi. Tömürchin kelamasligi mumkin. Tömürçin keldimi? Tex kelmedi. Tömürchin tex kelmadimi? Keldi. Yasugay, o cho'qim keldi. Tag'ir qilib tursizlar. Men o'lsam, bir to'qay bolalar yetim. Ikkinglar tul qoldirgan bo'ldinglar. Men uchun ularning holidan xabar berib qo'y. Burun ko'nglingni ranjitgan yerlarim bo'lsa, tillasangmi bo'ladi. Ularni ayb nimaga aysan? Yasugay. Xotirjam bo'lsinlar. Xotirjam bo'lsinlar. Tömürçin! Dodo. Tömürchin, esmini bo'lsin. Meni tatarlar qimizga zahar silib qasladi. Kelgusida Mo'ng'ullardan kim oqsoqol bo'lishidan qat'iy nazar bu yorvi choqidan oshqonlik tatar erlarining hammasini o'ldirib yetinglar. Birini qo'ymanglar. Yasugay, biz bilan vidolashganlarga 1 yil bo'ldi. Bugun bolalarni boshlab sizlarni yo'qliqqa keldim. Dodo, qon qisosingni tex olmadik. Xotirjam yotqaysan. Tatar erlarini birini qo'ymay qirib etgan kuni Burxon tog' oldida ruhingga nazr berman. Dağartay. Labay, hamma. Ölün bilen balları qini. Buranta qaliq Yasugayning qabrasini yo'qlig'iga ketdi. Nima? Bütün qabildikilar ota buğularimizga atab, nazr berdigan mushundaq ulug' ishqimiz so'ralmilik qilamdikan. Haddidan oshqinni qara. Hamma vaqt qarali o'tdi. Tilovatni boshlayverayli. Merhum ecdatlarımız bugün Qiyon qabilsidagi Toyjig'ut, Jurkin, G'unqutan
Hem börçigin uruqlarının uşaq çoğları sizlarga nazir beriyatimiz. U dünyada xotirjam yatqaysizlar. Ruhinatinglar biz Moğol qavmlarining ro'naq tepishimizga, mal varamlarimizning ovushiga, baxt saodatda osoyishlik turmush kechirishimizga, uzun umr ko'rishimizga madadkor bo'lg'ay. Hanım. Taycıgıtlardan örbay mumay sizlerini saklamayla nazırını başlaptı. Çapsan kaytınla, yeni keçikip kalsanla nazırlık mı behmeydiğen okşaydı. Nazırlık verilmişse uruk ceme şecerasını çıkırıp etkenlik buludu. Bu çakçaklığa iş emez. Doğru deydiler. Bulunla, tez kaytaylı. Elçin hatun, bu ölüş nazirlik silinin. Erleri ökün barqaqni, erim ambağayğı oxşaş, tatarla bilen jurjitla, çahar mıqtı mıqlap, öldürüp etken. Tələylirge seçebek çoğun boldi. Erlerinin ruhi, sile jurkinlerinin ronak tepşinlağa medet boğay. Asıla. Heşkallah hamma. Hamma. Nazirlik neymiş ki bizge kalmadı. Keçikip kaldınla. Hamma. Nazirlikte hemmelerinin nisibisi bağı. Yesugay ölüp gitti. Balalarımı tek küçük dursa, bizden kıyallar katardı kömeyi vatamdılar. Ölün. Bir yıldan beri sile otoballağa açtısı aç, su berip keldik. Yamanlık kılmağandınız, he? Otoboğullarımızı nazir berdiğen muşundaq uluq işqimı keçikip kelemsile? Nazirinlarda otoboğular bolmağan diken, silerge nazirlik berişinin nemi hacdı? Nemi digerler bu? Yesugay erleri ambağayının kısasını alımen dep tatarlar bilen öçekişip qalgını üçün qaslandığı. Emnilikti kirpigiga topu konmay durup bizni taşlatmakçı bolup atamsizlar. Belkim Yesugayning ölümüge sizdek bulap kelingen Nesxutun sebep bolğandı haqqaçan. Hay, hamma! Ölün. Eriniz hayat çağıda bana Xulcun Zelxa dep laqam qoygan. Şu çağda kişiler meni bexil, aş göz dep oylap qalgan. Onun ölümüge ihtimal bana tökmet qılığı sebep bolğanda tayinliq. Yo'qol! Temircin, bo'ldi qiling. Qo'yvat! Dadamni haqoratlab bo'ldi qiling. Meni qo'yvat! Meni qo'yvat! Bo'ldi qiling. Qo'yvat! Bo'ldi qiling deyman. Sizlar nima uchun bir og'iz dillo gap qilmaysizlar? Vijdoninglar ne ketdi? Hey! Mama, qaltis obda iş oldu. Kögen sen, Yesugayning oki inlarining hech qaysisi ölünge yonbasanmidi. Mana endi qolganlik sana nisib bo'ldigan bo'ldi. Ko'k tangrim, bizning ambag'ay qolganning avlodi ishkanligimizni unutmabdi. Örbay Hatun'dan buyruk. Kıyan kabilesinin isil zadıları derhal kengaşçıdırığı kengaşkı baraydı. Kıyan kabilesinin isil zadıları derhal kengaşçıdırığı kengaşkı baraydı.
Elçin Hatun, Örbay Ulu Hatun, Moğol esilzadlarının erlerini kengaşga qatnashishga buyurgan tursa, sil nima keldilar? U ayol emasmikan? U Ulu Hatun. Men Ulu Hatun emasmikanman? To'xta. Xo'sh. Elchin xotin o'ltiraversin. Xo'p. Hammanglar turibsizlar. Yesugay vafot bo'lgandan keyin Mo'ng'ul qiyon qabilasi yangi oqsoqolni hozirgacha saylamadi. Qabilaning cho'ngi sifatida sizlarga boshchilik qilish yo'lim bor. Mening navram Targ'utay Ambag'ayning cho'ng navrisi. Yesugay vafot bo'lgandan keyin u Mo'ng'ullarga boshchilik qilishga, qolgan bo'lishga tegishli edi. Shundaqmi? Targ'utay, deb baqsizlar. Yesugay Aran oqsoqol atalgan yerda sizlar ko'rsatgan qaysi xizmatlarga qolgan bo'laman deylar. To'g'ri, qani Targ'utay deb baqsin. Navramning eg'izga og'ichilik xizmatlari bo'lmasimi, lekin u Ambag'ay qolganning o'z navrisi. O'g'lim Sachabagmi Örkün Batqaqning o'z o'g'li. Bo'ldi. Kim qolgan bo'ldig'ini keyin deyishayli. Hozir Targ'utay muhim ish to'g'risida sizlar bilan maslahatlashmoqchi. Hammanglarga ma'lum. Yesugay bir shum xotinni, ya'ni Markitning xotini o'lini bulab kelganligi, ham tatarlarning oqsoqili To'mirchin o'ygani o'ltirib atganligi uchun biz Mo'ng'ullar mushu ig'ir kunga qoldik. Endi Yesugay Tangrining dargohiga ketdi. Tatarlar, Markitlar har qachon bizdan qisos ilishga tish bo'ylab turibdi. Mo'ng'ullar ig'ir baloy ofatga yuzlanib turibdi. Shunga qaror qilamanki, butun qabiladagilarning birmi qolmay, hammamiz ko'chidi. Birli o'ylik. Ya'ni shu shumxotin o'lim bilan kuchuklarlik qilib qoladi. Qo'shilmaydiganlar bormi? Bo'lab kelingan osh xotinni deb tutkul qabila bilan qarshilashadiganlar bormi? Nagin Tayshi, Dag'aritay. Biz albatta umum nazar tutamiz. Yaraysizlar. Biz darhol ko'chaylik. Nega ko'chimiz? Men bilan ko'chisizlar. Nima uchun biz bilan ko'chmaysizlar? Bugun zodi men bilan qarshilashmoqchimi? Shundoq. Biz ma oltin urug'dan nima uchun sen bilan ko'chid ekanmiz? Manglik. Jurjaday, Dag'aritay. Men bilan ko'chinglar. Mening ko'shkim yo'q. Mol chorva boqadigan yerni o'zim topalayman. Aka, ketaylik. Yura. Dag'aritay. Uyim vayron bo'lmasin desam, men bilan qarshilashma. Bo'linglar. Tez chuvinglar. Bo'linglar. Chaqqan chuvinglar tez. Bo'linglar. Chaqqan chuvinglar. Bo'linglar. Tez. Uka, mushundaqla ketib qolsak, To'mirchinlarga ega bo'lamaymiz. Lekin Yesugayga yuz kelmayapman. Hay. Yesugayning kushanisini keyinda mang'saqlab bo'ldi. O'lim bilan xo'shlashib qo'yamdik. Qanday xo'shlashimiz? Börchegin urqi tugashdi. Endi Targ'utay bilan Sachabagning kuniga qoldik deb xo'shlashamdik. Maylamsa. Bordigan yerimizga boraylik. Mo'ng'ul qiyon qabilasi vayron bo'ldi. Feng从草原走过，吹散多少传说。
留下的只有你的故事，杯酒和奶茶酿成了歌。马背上的家园，因为你而辽阔，到处传扬你的恩德，在牧人心头铭刻，深深铭刻。都带着你的血息，每一张牧人的脸庞都有你的轮廓，每一座绽放的梦里都有你的马，都